Assalomu alaykum Veloshop kanalining obunachilari. Hozir bizga yangi modeldagi Princess velosipedlarimiz sotuvga yetib keldi. Endi buni narxlarini birma-bir tanishtirib o'tamiz. Birinchi modelimiz Princess 16 lik modelga adashib ketdim. 12 lik model. Old qismida maxsus o'zining marjonlari mavjud. Bu ham alohida fit berib turadi. Bu tomonda bayroqchalari mavjud. Tomonda maxsus zirinjining vositalari mavjud. Mana ikkala tomonda chiroyli vid berib turadi. Tomonlari shessigranni qatiydigan tunuchlar bilan jihozlangan original qism. Setkalarni e'tibor berib qo'yinglar. Ancha chiroyli setkalar bilan jihozlangan bo'ladi. Oldi tormoz sxemalari va oyoqda tormoz mavjud. Jami 2 xil tormoz sxema bilan jihozlangan bo'ladi. Tomonlari original oldi komplekt bilan jihozlangan bo'ladi. Mana balon diametrlari 12 ga 250 ni tashkil qiladi. Qanotlari temir va qattiq qanot bilan jihozlangan bu modellarimiz. Kraskalari original zanglamaydigan kraskalar bilan jihozlangan bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, rama qismi mana temirdan va o'ta qattiq mustahkamidan qo'yilgan bo'ladi. Ancha munchaga chachilib ketish xavfi bo'lmaydi. Endi zashit tomonlari chiroyli dizayn bilan qo'yishgan. Orqa qismlari endi balonchiklari bu yonadigan hamagatalar bilan jihozlangan bo'ladi. Bu tomoni egarlari yumshoq egarlar bilan jihozlangan. Ko'rib turganingizdek ancha yumshoq. Orqa tomoni ham pastda turish uchun maxsus joyi va bu tomonda ham gichlari mavjud. Bu modelimiz 12 lik model bo'lib, bu modelimizning narxi hozirda 400 ming so'm chiqyapti. Endi ikkinchi modelimiz. Modelimizga o'xshab ketadi. Xarakteristikasi, ya'ni ma'lumotlari, maxsus marjonlari bor. Bu tomonlarni e'tibor bersak, ancha yumshog'idan, maynidan qo'yilgan bo'ladi. Qo'lni charchatib qo'ymaydi. Tormoz qismlari ancha qalindan qo'yilgan va bayroqlarini ko'rsalar ham bo'ladi. Tomonlari ham shunaqa. Mana old qismlari balon razmerlari 16 ga 250. Bu modelimiz narxini ketiga 450 ming so'm qilib beryapmiz. Endi keyingi modelimiz Shindra modeli. Xuddi shuni kattaroq variant, ya'ni 20 lik variant hisoblanadi. Bunda ham qulayliklari bor. Mana yumshoq ruchkalar bilan jihozlangan bo'ladi va yon tomonlari ikkala tomonda ham bor. Mana rama qismi ham ancha qalin bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, chiroyli fit bilan ishlab qo'yishgan bu rasmlarigacha. Asosan buni qizlar uchun xarid qilishadi. Mana orqa tomonlarga bitta e'tibor berib qo'ysalaring. Ular ham ancha qalin bo'ladi va o'ziga xos oppoq dizaynda qilib ishlangan bo'ladi. Endi bu modellarimiz 20 lik modellarimiz narxini 550 ming so'm qilib beryapmiz. Buni asosan 5 yoshdan 7 yoshgacha bo'lgan bolalar bemalol minishi uchun 60 kilogrammgacha yukni bemalol ko'tara oladi. Bu modellarimiz esa 4 yoshdan 7 yoshgacha asosan shunday oralig'ida minsa bo'ladi. Bu modellarimiz esa 2 yoshdan 4 yoshgacha minsa bo'ladi. Yuk ko'tarish hajmi ularniki 50 kilogramm, ularniki 40 kilogrammgacha bo'ladi. Kimga qiziq bo'lsa, pastda nomer qoldirib ketamiz. Bemalol o'ta murojaat qilaverasizlar. O'zbekiston bo'yicha dastlabki xizmatlarimiz bor. Albatta kelishilgan holda pulli bo'ladi. Pastda nomer qoldirib ketamiz. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Sog' bo'linglar, o'zlaringizni ehtiyot qiling.